Bloger bo'lib ketagan. Instagramda bo'laver endi Mana ketyapti. Navbatdagi mijozimizga mahsulotlarimizni jo'natyapmiz. Manzilimiz Yangi Hayot metan zapravkani oldida. Kimga shunaqa sifatli, yaxshi, hop, qishda sovuq o'tkazmaydigan, yozda issiq o'tkazmaydigan gazoblarimiz kerak bo'lsa beramiz. Bundan qurilish qilsangiz ancha narsa yutasiz. Kvadratini qumshuvoq qildirganingizda pishganida 150 ming so'm ketadi bir kvadrat qumshuvoqqa. O'sha ekonom bo'ladi. Buni qilganingizdan keyin sirazi отделка qilib ketasiz. Qirralari mana. Hammasi cho'tki. Qattiqligi yaxshi. 550 marka sementdan ishlatamiz. 450 ishlatmaymiz, boshqa joyga o'xshab.